Bir fikr butun hayotingizni o'zgartirishi mumkin. Faqat ishonsangiz bas. Bu shunchaki motivatsion so'z emas. Bu dunyo bo'yicha eng mashhur muvaffaqiyat kitoblaridan biri bo'lgan O'yla va boy bo'l asarining yuragi, asosiy g'oyasidir. Ushbu asar Napoleon Hill tomonidan 1937-yilda yozilgan. U o'z zamonasining eng boy odami Andrew Carnegiening topshirig'i bilan 25 yil davomida eng yirik biznesmenlar, ixtirochilar hayoti va faoliyatini chuqur o'rgandi. Natijada dunyoni o'zgartirgan O'yla va boy bo'l asari paydo bo'ldi. U sizga fikrlashni, orzu qilishni, qat'iyatli bo'lishni va hayotni boshqarishni o'rgatadi. Aziz kitobxonlar, agar siz ham hayotingizda katta yutuqlarga erishmoqchi bo'lsangiz, bu kitobni o'qishingizni tavsiya qilamiz.